Davramizda taklif etamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mezbonlar. Shu bugun Botir ustozimizni xonadonida ayollari Zuhra akamiz tavlid kuni ekan. Tabriklaymiz. Farzandlaringiz Ayza akamiz, Sulaymon, Amirxon og'alarimiz, Rayhona, Umida. Rayhona akalarimizdan tabriklaylik. Davramizda taklif etamiz. Keling davramizga qo'shiqlar bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. O'ynang ona yig'lamang, qurbon sizga jonimda. Bugun baxtli onimda, onajonim yonimda. O'ynang ona yig'lamang, qurbon sizga jonimda. Bog'larda gul teraman, onamga gul teraman, onamga gul teraman. Roziligim olib, ko'zlaridan o'paman. Tabrikimiz umringiz uzoq bo'lsin. Otam jonim, oilamizda onamga gul beraman. Roziligim olib, ko'zlaridan o'paman. Tabrikimiz tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabrikimiz kelgan kun, dunyoga keldingiz siz boshi ko'zdek. Olam tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sevaman gul bilan o'yingiz, bog'dagi bulbul